Kamerani yoqaman. Hello do'stlar, sizlar bilan men Pixelcraft va men yangi kelgan blogerman. YouTube'da yangi YouTuberman xullas. Men hozir qishloq, shahardan qishloqqa ketaman. 13-qishloqqa. O'shani qidiryapman. Nimaga aynan? Chunki u shaharga yaqin ekan. Ana qanaqa qishloq? O'sha qishloqda ketuvchi. Obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Chunki men yaqinda meni maqsadim 1K bo'lish. Mana yangi video bu. Birinchi video bo'ladi. Va bu yerda merni topish kerak. Men mer bilan gaplashaman. Bu yerda odam topish kerak. O'zi bu yerda qishloqda yashaydimi? Qishloqlar. U ana odam topaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima deysan? Mer qayerda? Ana bora, ana to'g'ridagi uyda xullas mana o'sha joyda yashaydi. Temirchi uyda. Ha, temirmi? Temirchi uyi qanaqa edi? Xullas obunachilar. Ko'proq video chiqishdan olasizlar. Obuna, like tugmasini bosib qo'yinglar. Va bunday sifatli videolar chiqarishga harakat qilaman. Endi bu temirchi uyi qayerda? Temirchi uyimi yoki anumi? Anu to'tilmaydi. Alyuminiymi o'sha narsa chiqaradigan. Yasaydigan. Qayerda u? Obunachilar topdim shekilli. Mana shumi? Mana shu ekan. Assalomu alaykum, mermisiz? Ha, merman. Bitta uy bera olasizmi? Men yangi kelganman-da. Blogermisan? Shunga o'xshash. Qanaqa uy kerak? Shu kichkinaroq uy kerak. Sandan 32 ta izumrud. 32 ta. Mana mer. Voy. O'zingiz olarsiz? Hop, tashlab ketsang ham bo'laveradi. Ana. Bo'pti ber. Kichkina uy 32 emerald. Normalniy. To'xtab merda qaysi uyligini so'raman buni. Mer. Nima? Ana kichkina uy qaysi biri? Hammasi bo'sh. Xohlagan uyni ol. Hammasi bo'shmi? Bo'ldi, rahmat ber. O'zim xohlagan tayyor ekanman. Yaxshi. Uylarni hammasiga kirib chiqay. Bo'lmaydi. Hammam tanlaydi. Bir uyda sandiq degan narsa yo'q. Yo'q. Menga adashib ketmasligim uchun anaqa. Mana savdogarlar oldida zo'r ketadi. Mana bashda men yashayman. Mana stulni olib tashlaymiz. Menga kerakmas. Bular endi buni dekoratsiya qilish kerak. Qanaqa dekoratsiya qilsam bo'ladi? Xullas, azina o'chirib qo'yaman, chunki men bu yerda dekoratsiya qilishim kerak. Qilib bo'lgandan keyin ko'rsataman sizlarga. Hozir men o'chiray. Hozir yoqaman va meni obunachilarim bo'ldim. Hozir uyimga boraylik. Hozir boramiz tepadagida. Lekin bu yerda o'rganib chiqdim. Anaqa ekan. Men bunaqa adirli va shu ko'p ekan. Bo'ldi, mana dekoratsiyaga necha baho berasizlar? Bu yana kichkina uy. Agar katta uy olganimda
Bundan ham zo'r dekoratsiya qilardim, lekin unga pulim yetmasdi. Spirtdan bosh kiyimlarni yechaman. Bo'ldi. Qana o'tirsa. Obunachilar. Dekoratsiyaga necha baho berasizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu men uchun qiziq. Mana bitta esa mana bitta ikkita sirli 30 temirlarim bor va mana bitta keraksiz narsalarni qo'yib qo'yaman. 10 bittadan va olov ham kerak emas va kirka ham kerak emas. Bo'ldi. Endi keyingi videolar faqat mana shu qishloqda bo'ladi. Agar chiq bo'ldi. Va video shu bilan tugadi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu biz uchun juda muhim. Unda video tugadi. Videoni o'chiring.